Ka'ba ichida qanday namoz o'qish mumkin? Buning uchun Ka'baning tugallanmagan Hijr Ismoil qismida namoz o'qishingiz kerak. Hijr Ismoilda namoz o'qish Ka'ba ichida namoz o'qishga teng. Ayollar soat 7:30 dan 11 gacha kirishlari mumkin. Biz bir necha marta kirishga harakat qildik, ammo faqat 3-urinishda muvaffaqiyatga erishdik. Shuning uchun biz Ka'ba azob chekmasligingiz uchun video yozib oldim. Umra darvozasidan kirgandan so'ng Ka'baga tushib, Al-Fath darvozasini topishingiz kerak. Undan o'ting va zina poyi yonida chapga buriling. Bu yerda ayollar namoz o'qish uchun to'planishadi va keyin ular saf tortishadi. Biroq siz soat 3 yoki 3:30 dan oldin kirishingiz kerak. Chunki shundan keyin barcha yo'llar to'siladi va siz boshqa kira olmaysiz. Va urishsangiz ham, yig'lasangiz ham buni foydasi yo'q. Siz faqat askarlarni yanada jahlini chiqarasiz. Agar siz biz kabi birinchi kutish zonasiga tushib qolsangiz, barcha ayollarni ushbu zonadan aldab chiqarib yuborishadi. Biz soat 4:30 da yetib keldik. Ichkaridagi zonaga kirishga ulgurmadik. Agar ular sizni haydasa, oxirigacha qolishingiz kerak va agarda qolishga muvaffaq bo'lsangiz, sizga ham Hijr Ismoilga kirishga ruxsat berishadi. Ayollar guruhlarga bo'linadi va 8 ta kutish qatoriga to'planiladi. Sizning navbatingiz kelganda sizni qizil iplar bilan o'rab olishadi va askarlar sizni ziyoratchilar orasidan kuzatib qo'yadilar. Hamma sizning qatoringizga sakrab qo'shilishga harakat qilishadi. Bitta narsani tushundimki, askarlarning ishi juda qiyin ekan. Hammani orqaga surib, tartibni ushlab turish bu oson emas. Ularga rahmat shu tartibni saqlab turgani uchun. Shunday qilib, siz Ka'baga yetib borasiz va Hijr Ismoilda 2 rakat namoz o'qiysiz. Bu tuyg'u shunchaki ajoyib, ta'riflab bo'lmaydigan. Uni boshdan kechirish kerak va men sizga ayta olamanki, bu 5 soat kutishga arziydi. Barcha uchun yo'llar ochilsa va bu yerda ibodat qilish baxtiga muyassar bo'ling. Bu videoni umraga boradiganlarga yuboring.